Soliq madaniyatini yuksaltirish va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha targ'ibot ishlari davom etmoqda. Soliq stavkalarini oshirmasdan soliq bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hamda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan amaliy ishlar ham yo'lga qo'yilgan. Aholi va tadbirkorlar o'rtasida soliq madaniyatini shakllantirishga qaratilgan muloqot jarayonlari haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvda tadbirkorlarning taklif va muammolari o'rganildi. Shuningdek, ishtirokchilarga soliq boshqarmasi mutaxassislari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 26-maydagi 100-sonli farmoni mazmun mohiyati keng tushuntirildi. Seminarda tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar haqida ma'lumot berildi. Xususan, mehmonxona va umumiy ovqatlanish sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlarga alkogol va tamaki mahsulotlarini sotishda naqd pul to'lovlarini qabul qilishga ruxsat berilgani ta'kidlandi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish korxonalarida ayrim toifalarga xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish imkoniyati joriy etilgani, qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish tartibi takomillashtirilgani qayd etildi. Farmonga muvofiq 2026-yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvarga qadar savdo, xizmat ko'rsatish va umumiy ovqatlanish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari uchun qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lashning soddalashtirilgan tartibini ixtiyoriy tanlash huquqi berildi. Ushbu tartibda qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 6%, foyda solig'i esa 0% etib belgilangan. Tadbirkorlarga ma'muriy yukni kamaytirish maqsadida 2028-yil 1-yanvarga qadar kichik biznes subyektlariga aniqlangan soliq xavflarini mustaqil bartaraf etish imkoniyati yaratilib, belgilangan mezonlar doirasida ayrim soliq tekshiruvlari o'tkazilmasligi nazarda tutilgan. Tadbir ishtirokchilari ta'kidlanganidek, biznes uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va budjet tushumlarini oshirishga xizmat qiladi.